Assalomu alaykum. Men Andijon davlat pedagogika instituti ijtimoiy va amaliy fanlar fakulteti tarix kafedrasi o'qituvchisi Sodiqova Muhabbat Salimona bo'laman. Bugun sizlar bilan O'zbekiston va jahon hamjamiyati mavzusida dars mashg'ulotini olib boramiz. Hammamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi 1991-yil 31-avgustda o'z mustaqilligini qo'lga kiritdi. Mustaqillikni qo'lga kiritgan dastlabki kunlardan boshlab O'zbekiston o'z oldiga jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvni asosiy maqsadlardan biri qilib qo'ydi va mana shu yo'lda ko'plab davlatlar bilan xalqaro aloqalarni yo'lga qo'yishga va ko'plab xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishga, ularga a'zo bo'lib, ular bilan birgalikda faoliyat olib borishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Chunki O'zbekiston mustaqil davlat bo'lganligi uchun ham yangi davlat sifatida bu xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik olib borish, xalqaro maydonda o'zini o'rnini, nufuzini mustahkamlash O'zbekiston uchun nihoyatda muhim hisoblanadi. Mana shu xalqaro hamjamiyatga qo'yilgan ilk qadamlardan biri bu O'zbekiston Respublikasining birlashgan dunyodagi eng katta nufuzli tashkilot hisoblangan Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'lishi bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotiga 1992-yil 2-marta a'zo bo'ldi va 1993-yilda Toshkentda Birlashgan Millatlar Tashkilotining vakolatxonasi ochildi va shu tariqa Birlashgan Millatlar Tashkiloti va O'zbekiston o'rtasida hamkorlik aloqalari kuchayib bordi. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston dunyodagi juda ko'plab xalqaro tashkilotlarning teng huquqli a'zosi bo'lib hisoblanadi. Xuddi shunday tashkilotlardan biri bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining fan, ma'rif va madaniyat bo'yicha bo'limi UNESCO bo'lib hisoblanadi. UNESCO tashkiloti bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'rtasidagi hamkorlik bugungi kunda tobora kuchayib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining turli sammitlarida o'zining turli tinchliksevarlik tashabbuslari bilan dunyoda tinchlikni, hamkorlikni o'rnatishga qaratilgan tashabbuslari bilan chiqyapti va bu tashqi siyosatda amalga oshirilayotgan bunday faollik O'zbekistonni dunyo hamjamiyatida o'rnini, nufuzini oshishiga xizmat qilyapti, mustahkamlab boryapti. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 2017-yil 19-sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida nutq so'zladi va mana shu sessiyada 72-sessiyasida prezidentimiz ma'rifat va diniy bag'rikenglik haqidagi rezolyutsiyani qabul qilish tashabbusi bilan chiqdi va bu rezolyutsiya 2018-yil 12-dekabrda qabul qilindi. Undan tashqari prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 2020-yil Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2020-yil 23-sentyabrdagi 75-sessiyasida ham qatnashib, bu yerda o'zbek tilida nutq so'zladi. Bu o'zbek tilida nutq so'zlagani bugungi kunda O'zbekistonni dunyo hamjamiyatida nufuzi tobora ortib mustahkamlanib borayotganligidan yana bir marta dalolat berishini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston dunyodagi juda ko'plab xalqaro tashkilotlarning teng huquqli subyekti, a'zosi hisoblanadi. Shunday tashkilotlardan biri bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining fan, ma'rif va madaniyat bo'yicha tashkiloti UNESCO bo'lib hisoblanadi. O'sha slaydni qo'ying, mana shu yerda men gapimni kesib tashlaydi. UNESCO tashkiloti 1946-yil 24-oktyabrda tashkil etilgan bo'lib, O'zbekiston bu tashkilotga 1993-yil 29-oktyabrda a'zo bo'lib kirgan. Bugungi kunda UNESCO bilan hamkorlikda O'zbekistonni hamkorligi tobora kengayib boryapti. O'zbekistonni mana shu UNESCO bilan hamkorligi O'zbekistondagi ilm fanni, ta'limni rivojlanishiga katta yordam beryapti va shu bilan bir qatorda
UNESCO tomonidan bizni madaniy merosimizni, qadriyatlarimizni ulug'lanishi, e'zozlanishi bizni xalqaro maydonda bizga bo'lgan e'tiborni kuchayishiga va respublikamizda turizmni rivojlanishiga juda katta yordam berayotganligini ko'rishimiz mumkin, aytishimiz mumkin. Undan yana o'tkazing, yana bitta. Yana o'tkazing, tashkilotlar bor. Yurtimizda UNESCO hamkorligida juda ko'plab tadbirlar amalga oshirilganligini aytishimiz mumkin. 1994-yil oktyabrda Mirzo Ulug'bek tavalludining 600 yillik tantanalari, 98-yilda bo'ldi, bu tomonni kesib tashlaysiz. Undan tashqari O'zbekiston Respublikasi bugungi kunda Jahon banki, Xalqaro valyuta fondi, Jahon savdo tashkiloti, Birlashgan Millatlar tashkilotining Yevropa bo'yicha iqtisodiy komissiyasi, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, Xalqaro mehnat tashkiloti, Xalqaro olimpiya qo'mitasi, Interpol tashkiloti kabi ko'plab xalqaro tashkilotlarning teng huquqli a'zosi bo'lib hisoblanadi. Tamom, bo'ldimi shu?